50 ta porsiya qilinadi, zapas bilan olamiz. 30 mingdan sotganimizda bizda 1,5 million pul bo'lyapti. Non, sut, yana doполнительный sotish uchun sut ham oldim. Sut bilan choy qilamiz dedi. Agar sut bilan birga sotamiz. Toshkent tug'ilib o'sganman, ishlayman ham, o'qiyman ham. Ishlayotgan joyim Davlat xaridlari ishtirokchilari uyushmasida, Toshkent Management iqtisodiyot universitetida 3-kurs talabasiman. Men Abbos bilan yoshligimizdan beri birga katta bo'lgan o'rtog'im, bitta mahallada turamiz, qo'shnimiz, birga yurganmiz, postoyanno birga biznes planni ham, ideyani ham birga qilamiz. Pichoqlarni aniqdan olasan, tortmada pichoqlar turibdi. Sir ber menga bitta. Sir, mana ikkita sir. Bo'ladi menga. Короче, hamma bozorlikni qilganimiz holda, общий bizda 430 mingcha pul ketdi. Strech olish kerak bo'ladi bitta. Strech qolib ketibdi. Strech где-то 20 ming turadi, necha pul turadi? Choyga, ananasli stakandan где-то 50 tacha olamiz, yetadi. Apetitni deb uchmonsan. Chotga chiqdi, lekin mamaqasi qilishimiz kerak edi. Biz lekin bunaqasi kesimizda yo'q. Bunaqa qilishimiz kerak. Nechun? Qalay, normalniy? Chotga. Вроде нормально. Qarab, chotga такой аппетитный chiqibdi lekin. Qani deb ko'raycha. G'alatiramiz, o'rta sotamiz, donimiz. Senga qattiq yetkazib beraman, senga hozir shunchasini. Meni ismim Abbos. Men muzikantman, ya'ni pianino chalaman, pianistman. Bu proyektga kelishimdan sabab mana shu bosh sovrin eng katta bir orzularimdan biri shu o'zimizning Sobirovlarni bir katta bir studiyasi yaratmoqchiman. Men Sobirovlar sulolasini vakiliman. Xorazm bulbuli Og'abek Sobirov jiyanlariman. Men adam kino aktyor, xonanda Anvar Sobirov o'g'liman. Ana ishqdan kuygan yuragim yarim, ko'ngli yarimning baxti ham yarim. Короче, buni anaqa strechda ulashimiz kerak endi, plotniy turish kerak. Arazlab oldingmi? Yo'q, ne arazlayman? Bilmasdan yeb ko'rdim, hech narsa qilmaydi. Tayyor bo'lish bilan menga beraverganda vaqtdan yutamiz, tushunmasam? Tushunman. So, давай, gaz, ketdi. Ko'rinishidan Yomg'ir Abbos va Shoislomning savdosiga xalal berdi, lekin yoshlik va ambitsiya o'z so'zini aytmoqda. Ular taslim bo'lmay harakat qilishmoqchi. Bo'sh kelish ularning qoidasiga zidligini ko'rib turibdi. Xo'sh, ular uddalay olisharmikan?